Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. AQSh jangovar samolyotlari Alyaska yaqinida Rossiya harbiy samolyotlarini to'xtatish uchun havoga ko'tarildi. KBS News. Rossiyaning 2 Tu-95 va 2 Su-35 samolyoti Alyaska havo mudofaa zonasiga kirgan. Ularni kuzatish uchun Qo'shma Shtatlarning Y-3 radiolokatsion samolyoti, 4 ta F-16 qiruvchisi va 4 ta KC-135 yoqilg'i to'ldiruvchi samolyoti havoga ko'tarilgan, deyiladi AQSh qurolli kuchlari Shimoliy Amerika kosmik havo mudofaasi qo'mondonligi bayonotida. AQSh harbiylari missiyaning hech qanday kutilmagan hodisasiz o'tganini va barcha samolyotlar reja bo'yicha bazaga qaytganini tasdiqladi. Agar NATO Rossiya samolyotini urib tushirsa, bu harbiy mojaro boshlanishiga sabab bo'ladi. Bu haqida Rossiyaning Fransiyadagi elchisi ma'lum qildi. Diplomatning ta'kidlashicha, Shimoliy Atlantika alyansi samolyotlari Rossiya havo hududini tez-tez buzib turadi, ammo ularni urib tushirishmaydi. Avvalroq ommaviy axborot vositalari NATO davlatlari Rossiya dronlari va samolyotlari bilan bog'liq hodisalarga qanday javob berish masalasida yagona pozitsiya yo'qligini ma'lum qilingandi. NATO bosh kotibi alyans davlatlari havo hududiga kirgan Rossiya samolyotlarini urib tushirish tarafdori ekanligini bildirdi. Men Trampning NATO havo hududini buzgan Rossiya samolyotlarini urib tushirish chaqirig'ini qo'llab-quvvatlayman, dedi Mark Rutte. AQSh rahbari Donald Trump Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida NATO davlatlari o'z havo hududiga kirgan Rossiya samolyotlarini urib tushirishi mumkinligini aytgan edi. Biroq Trump agar Yevropa davlatlari Rossiya samolyotlarini urib tushirsa, AQSh ularni qo'llab-quvvatlaydimi degan savolga aniq javob bermay, bu vaziyatga bog'liq degan edi. Trump Rossiya uchun urushni to'xtatish vaqti kelganini aytdi. Menimcha, Rossiya urushni to'xtatishi lozim, dedi AQSh rahbari. Donald Trampning boshqa bayonotlari. Rossiya deyarli hech qancha hududni bosib ola olmadi. Ular millionlab dollarlarni bombalar va raketalarga bekorga sarfladi. Putindan hafsalam pir bo'lgan. Bundan keyin Rossiyaga nisbatan qog'oz yo'lbars degan iborani ishlatmayman. Rossiya Ukrainaga qarshi urushni davom ettirayotgan bir paytda Turkiya Rossiyadan neft xarid qilishni to'xtatishini xohlayman. Turkiya, Saudiya Arabistoni va Qatarning iltimosiga muvofiq Suriyaga qo'yilgan sanksiyalarni bekor qildim. Bu mamlakatga nafas rostlash uchun imkon berdim. NATO mamlakatlarining Rossiya energiya resurslaridan voz kechishni istamagani jahlimni chiqardi. Erdo'g'an neytral bo'lishni yoqtiradi. Men ham. Turkiya rahbari Ukraina mojarosini to'xtatishda muhim rol o'ynashi mumkin. Hozirda u neytrallikni saqlamoqda. Agar Erdo'g'an bilan muzokaramiz yaxshi o'tsa, Rossiyadan raketa sotib olgani uchun Turkiya mudofaa sektoriga qo'yilgan AQSh sanksiyalari darhol bekor qilinishi mumkin, dedi AQSh rahbari. Buyuk Britaniya, Germaniya va Fransiya diplomatlari Rossiyani NATO mamlakatlari havo hududini buzgan samolyotlarni urib tushirishga tayyor ekanliklaridan ogohlantirishdi. Bloomberg agentlikning yozishicha, ziddiyatli uchrashuv davomida Yevropa diplomatlari Rossiyaning MiG-31 qiruvchi samolyotlari Estoniya havo hududiga bostirib kirgandan xavotir bildirgan. Rossiyalik diplomat bu harakatlar Ukraina tomonidan Qrimga uyushtirilgan hujumlarga javob ekanini bildirib, bunday amaliyotlar NATOning yordamisiz amalga oshishi imkonsizligini aytdi, deb yozmoqda Bloomberg. Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy Kremlga zarbalar berish bilan tahdid qildi.
Agar Rossiya urushni to'xtatmasa, Kremlda ishlayotgan rasmiylar eng yaqin bombadan saqlanish boshpanalari qayerda joylashganini bilishlariga to'g'ri keladi, dedi u Axios portaliga bergan intervyusida. Zelenskiy shuningdek, Tramp Kiyevga qurollar yetkazib berishni oshirish haqida o'ylab ko'rishga va'da berganini aytdi. Bu qurollar Putinni muzokara stoliga o'tirishga majbur qilishi mumkin. Men AQSh rahbari bilan seshanba kuni Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan shaxsiy uchrashuvimizda ushbu masala yuzasidan gaplashdim, dedi Ukraina rahbari. Dunyodagi eng yirik musulmon davlat G'azoga qo'shin yubormoqchi. Indoneziya G'azo sektorida tinchlik o'rnatish uchun kamida 20 ming askar yuborishga tayyor. Bu haqida mamlakat rahbari ma'lum qildi. BMT Xavfsizlik kengashi va Bosh assambleya qaror qabul qilsa, Indoneziya G'azo sektori va Falastinning boshqa hududlarida tinchlikni mustahkamlash uchun birlashgan ko'p tomonlama qo'shin tarkibida 20 ming va hatto undan ko'proq askar yuborishga tayyor. Ikki davlat haqidagi qaror orzu bo'lib qolmay, reallikka aylanishi kerak, dedi Indoneziya rahbari.